To'g'ri yo'lda sudralib yursang ham, harom yo'lda chop ketayotganlardan uzoqqa borasan. Harom yo'lda chop ketayotganlardan uzoqqa borasan. Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, hammangiz sog' salomatmisiz? Oilalaringiz tinchmi? Birdan baquvvatmisiz? Sog' salomat bo'ling. Parvozda chempionlar katta bo'lyaptimi? Katta bo'laversin. Kamida chempion bo'lsin. Birgalikda aka-ukalar. Bugungi videomiz juda ham bir foydali video bo'ladi degan umiddaman. Nimaga deganda hozirgi kunda ob-havo juda ham qizib ketdi. Boshqa yerda bilmayman, Xorazmda temperatura soyada 35-30 dan ziyod bo'lib ketdi. Xullas kelam bunday sharoitlarda nimalarga e'tibor berish kerak? Nimalarni qilishimiz kerak? Qayerlarda qo'yish kerak? Bu haqida ma'lumotlar beramiz. Keyin Namanganga bugun oprapkamiz bor, ikkita jo'ja. Namanganga Bahram akaga chiqib ketadi, ikkita jo'ja. Bu jo'jani chiqib ketish jarayonlarini ham kuzatishingiz mumkin bo'ladi akalar, ukalar. Xullas bir tomoshabob dam olish uchun video bo'lishi uchun harakat qilaman. Telegram guruhimiz bor. Akalar, ukalar, bu yerga o'tsangiz, parranda boqadigan bo'lsangiz, bu albatta siz uchun kerakli kanal bo'ladi. Bu Telegram guruhning silkasini kommentariyani boshida qo'yaman. Kommentariyaga tushib, silkani ustini bitta bossangiz, nimaga Telegramga o'tasiz. Bu yer juda ham bir foydali, siz uchun kerakli guruh bo'ladi. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Pastda podpisatsiya yozuvi bor, ustini bitta bossangiz, obuna hisoblanasiz. Obuna bo'lib qo'ysangiz, videolarimizda ara-arada shu foydali maslahatlarimizni berib turamiz. Obuna bo'lib qo'ysangiz, yangi chiqqan videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatingiz bo'ladi. Aka-ukalar, bo'lmasam ketdik jarayonlarni kuzatamiz. Aka-ukalar, mana ichkaridagi termometrimiz 27,5 gradusni ko'rsatdi. Bostiriqli joyda 27,5 gradus. Parrandalarimiz mana og'zini ochib turgani yo'q. Normal holatda turibdi. Og'zini ochib yo bir xoloslab turgan yeri yo'q. Endi 28 nima 27,5 gradus ham baribir parranda uchun ko'p. Bu normal temperatura, bu katta parrandalar uchun 15-18 gradusda. Endi tashqaridagini ko'ramiz. Aka-ukalar, endi soya joyda mana olma daraxtimizni soyasidagi temperaturani endi ko'p odam soyada qo'yadi, tashqarida. Mana qo'yganimizda 5 minut bo'ldi. Soya joyda temperatura ko'rishingiz mumkin. 32. Endi quyoshga qo'yish shart emas. Quyoshga qo'yganda bu 100 gradusga chiqib ketadi. Mana shu 32 gradus ham masalan mana katta parrandalarimiz uchun bu og'irlik bo'ladi-da. Shuning uchun men videolarimda ko'p ta'kidlaganim, bostiriqli xonalarda albatta issiqda qo'yish kerak-da. Aka-ukalar, endi quyoshdagi mana hali quyosh to'liq bulutni orasida emas, ishga bulutli osmon. Agar to'liq ochiq bo'lganda, hozir endi quyoshdagi temperaturani ko'ramiz. Başta 43. Bu parranda uchun o'lim degani bo'ladi. Endi bu 60-70 ga ham chiqib ketishi mumkin. Hozir bugun to'liq havo, mana osmonda bulut bor hali. Bulutdan chiqqan quyosh bo'lib turibdi-da. Xullas kelam. Aka-ukalar, mana jarayonlarni kuzatib oldingiz. Tashqarida necha gradus, ichkarida necha gradus, soyada, quyoshda hammasini ko'rib oldingiz. Bugun bulutli havo, mana bulutli havo. Xullas kelam, bu havo ochiq paytida, bulut bo'lmagan paytda bu ko'rsatkichlar yanada yuqori bo'lishi mumkin. Nima demoqchiman? Shu albatta issiqda bostiriqli joylarda qo'yish kerak-da. Nabarot, quyosh botgandan keyin kechga qarab
Bu ichkari qizib ketadi. Ichkaridan tashqariga qo'yish kerak. Ochiq maydonlarga, setkaga, soya joylarga kechqurun ichkari qizib ketadi. Ana shu yerlarga e'tiborli bo'lamiz. Bo'lmasa bu juda ham bir noqulayliklar kuzatiladi. Bu narsada parrandani jo'ja bo'lsa rivojlanishi ham past bo'ladi. Ishtahalar umuman tushib ketadi. Xullas kalom bu har xil oqibatlarga olib kelishi mumkin. O'zi katta parrandaga o'zi normal harorat 15 gradusdan 18 gradusda bu katta parrandalar o'zini juda ham bir qulay his qiladi. Bu tug'ishi uchun ham, jo'jalarda o'sishi uchun ham 60 kunlikdan keyingi jo'jalarga bu shu 15-20 gradus bu juda ham bir kerakli temperatura bo'ladi. Endi juda bo'lmaganda 15-20 gradusni bu yozligini topib bilmasak, şu hatto şu bastiriqli yerlarda qo'ysak normal bo'ladi. Mana bu issiqlarda soya deb soyada qo'ysak bu soya ham yuqorida kuzatdingiz bu parranda uchun og'irlik qiladi. Aka-ukalar, endi Namanganga chiqib ketadigan jo'jalarimizni ko'rsatib o'tamiz, jarayonlarni birgalikda kuzatamiz aka-ukalar. Bo'lmasa ketdik. Tak, Bahrom aka, bu yerda men aytib o'taman qaysi-qaysidan. Mana u katta yurgan zelonka. Mana tumanni bolasi Chubatu. Samarqanddan kelgan 6 ta yurtgan. Keyin mana bunda yurtdi mana Hanjarni bolasi mana. Keyin ana Zilzilani bolasi. Keyin mana bu qoralar Naqdon uchidan bo'ladi. Mana. Ular Naqdon uchilar, qoralar mana qoralar. Bunda ham bor mana. Bordovoy. Bu bordovoy bo'ladi, qora bordovoy. Yoqqan endi siz bitta makon, bitta xo'roz tanlashingizga to'g'ri keladi-da. Mana bu ham Hanjar mana. Mana o chetda mana. Mana o ketdi. O nariyoqqa ketdi. Xullas men tushiraman, xullas yaqinlashtirib, screenshot qilib nima qilasiz xudo xolasa. Endi o'zi bu yerda kattasidan o'zi unda ko'p emas. Bu 6-7 ta bor-da. Aka-ukalar, mana xudo xolasa yeshikni ham taxlab qo'ydik. Yana bitta narsa, mana shu yoz kunlarida mana jo'ja oprotka qiladigan aka-ukalar, mana обязательно usti ochiq bo'lish kerak aka-ukalar. Yeshikning usti полностью ochiq bo'lish kerak. Bu yonboshini mana teshilgan yonboshlari ham. Lekin bu masalan baribir yonboshini teshib usti yopiq bo'lsa, baribir bu yerda jo'jani o'zi ham plus o'zidan issiqlik chiqaradi. Bu havoning issiqligi bilan birga bu jo'ja buning ichida qiynalib qoladi. Ana shu uchun spesialniy bu обязательно yozda. Endi qishda gap yo'q. Qishda mana bu qirog'idan 1-2 teshib qo'ysangiz bo'ldi. Lekin yoz kunlarida mana shu jo'ja chiqarganda полностью 100% usti ochiq bo'lish kerak. Mana yeshiklarni taxlab qo'ydik. Xudo xolasa taksi kelsa chiqarib yuboramiz. Namanganga chiqib ketadi jo'jamiz Bahrom akaga. Bahrom aka kamida chempion bo'lsin, xudo xolasa jo'jalar uyaltirmaydi. Xudo xolasa. Bekarchilarni tashab turasiz degan umiddamiz. Bo'lsa bo'lmasa tashab qo'yaman. Bo'ladi. Bo'ladi. Sog' salomat yo'ling bo'lsin. Bo'ladi.